Vosvos shunaqa narsaki, vosvos. Bir keldini keladi, ana shuni o'ylanib ezilib yuraversangiz kelaveradi. Lekin kelgandan keyin buni bitta keltirib yuborsangiz vosvosni, qaytib bu vosvos sizga kelmaydi уже. Sizda уже ana shu vosvosga, именно ana shu vosvosga уже immunitet bo'ladi sizda. Dada ularni, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Videoni o'chirib olinglar. O'chirg'ijim. Bundoq gaplashmaymiz. Pastga qarab gap. Pastga qarang. Kamerasini qo'lingizdan to'sib turgan. Qo'lingizdan to'sib. Va alaykum assalom. Qo'lingizdan to'sib oling videoni. Ha, to'sdim mana. Yaxshimisiz? Zo'r. Xayringiz bersa qilyapti, xayringiz og'riyapti. Boshim, chap yelkam, yuragim, o'ng oyog'im. Bo'pti mana. Boshingiz, yelkangiz, oyog'ingiz. Tushunarli. Tushingizga nimalar kiradi? Tushimga faqat o'liklar kiradi. Yana? Bo'ldi, o'liklar cho'ta mashinada keladi, o'tir deydi. Undan keyin bir xil o'liklar navarasini ko'tarib keladi-da, kulib turadi, birga ishlagan hamkasblar. Tushunarli. Mashinaga o'tirasizmi, yo'qmi? Yo'q, o'tirmayman. Mashina o'zimda kuyovim shu o'lgan 2020-yil mashinada keldi, o'tirgin dedi, o'tirmadim. Bu yaxshi o'tirmaganingiz. O'tirsangiz, qattiq kasal bo'lib ketasiz. Nima, kuyovingiz nima bo'lib o'tgan? Kuyovim koronavirus vaqtida o'tdi-da. Tushunarli. O'zingiz ko'p holsizlanish bormi? Sizga yozib yotibman, ha, deb turib. Qarang, sizda ko'p holsizlanish bormi? Holsizlanish unchalik yo'q, no bor. Bir xil vaqtlarda umuman boshim aylanib ketadi. Yo'q, holingiz ketib, hech qayerga borgingiz kelmay shuna bo'lasizmi? Shunaqa bo'laman, men 6 oydan beri shunaqaman, yotibman уже. Bir ishga chiqaman, qaytib kelaman, yotaman. Tushunarli. Odam bilan gaplashgisi kelmasdan shunaqa bo'lyapsizmi? Hayot qiziqsiz bo'lib. Shunaqa bo'lyapti. Efirni qanchadan beri uzmasdan ko'rasiz? 2 yildan beri ko'raman efirda. Necha foiz yengilladingiz? 30-40. Bir xil vaqtda umuman yaxshi bo'lib qolaman. Bir xil vaqtda mana bunaqa Boshingiz bo'lyapti-da. O'lib qolaman degan hayollar bormi? Bor. Ashi qanchalik ketdi? Hozirga deydi 40%, 50%lar ketdi. Yaxshi, asosiy o'lim yo'q. Boshingiz yaxshi kelmayapti sizga. O'zim kelyapti. Xullas, siz ashi ishlab yurgan paytingizda qilingan. Bu yoqqa yurmay boshim aylanib ketadi-chi. Gapimni yo'qotib qo'yaman. Sizga nima qilgan? Men fikrim ishlab yurganingizda o'qigan. Oldin ishlagan paytlaringiz ham og'rib turadimi-desiz, holingiz ketib, nervni bo'lib. Yo'q, ishlagan vaqtimda bo'lgan. Keyinchalik ko'paydi-da, sizni shifo shafronlaringizni ichganimdan keyin ancha yengillavdim. Hozir 6 oydan beri mana shu og'riq qo'ymayapti. Qayeringiz og'riyapti? Chap yelkam, yurak, bosh, o'ng oyoq. Qanaqa? Toladimi-ki, jivireydimi, nima bo'ladi? Toladi-da, yurolmay ham qolaman, to'xtayman. Davlengiz ko'tariladimi? To'xtab yuraman. Ha? Davlengiz ko'tarilyaptimi? Davleniya ko'tarilyapti, hozir kechadan уже tusha boshladi davleniyam. Xullas, sizga o'limga sehr qilingan ekanda, shollikka qilingan ekan, shollikka ham qilingan ekan. Endi eshitoring, nima derdim? Eshitoring, chap tomon shifoz aytdim, surting. O'limni eslab beryapsizmi? Nima qanaqa qilib eslab beryapsiz o'limni? Как будто kechqurun yotdim, ertalab как будто turmagandek bo'lib qolyapman-da, o'lib qolgan bo'laman. Bo'ldi. Ash mahalda nima deyapsiz o'zingizga o'zingiz? O'zimga o'zim endi nima deyman? Xudo asragin deyman. Sizni mablag'ingizni kechasi ham qarang. Endi shunaqa vos-vos bo'lganingizda o'zingizga ayting. Agar o'lim kelsa, o'limni hech kim qocha olmaydi. U o'lim yosh tanlamaydi. O'lsam o'laman deb shuni o'z-o'z gapirishingiz kerak. Ichingizda bitta narsa imzon qilib beryapti, aytaverasiz sizga.
qarang, Shu siz o'qigan vaqtingizda xuddi mana shu og'zimga bir narsa tiqilib keladi-da, tiqilib keladi, qaytqilarim kelib qoladi. eski sehrlar chiqyapti-da. Xullas, o'lim hayot uxlashdan oldin o'lim hayol keladi. O'lib qolaman shekilli ertamangiz deganda ichingizda bir narsa qo'rqadi-da, qo'rqadi. O'lib qolaman shekilli. Agar shu narsa qo'rqorsa, sehr kuchayaveradi. Shuning uchun siz shu qo'rqqan kimsaga aytishingiz kerak. Bu o'lim haq. Yosh tanlamaydi. O'lsa o'lib ketaveramiz. Bo'ldi, tinchlan. Agar keyin o'zining zikrlari bor, shunaqa bir zikrlar borki, masalan, Sayyidul Istig'for degan, istig'foni Saidi degan, shuni internet yozsangiz topasiz. Kim mana shuni 4 martalab ertaman o'qisa, kechgacha o'lib qolsa, to'g'ri jannatga kiradi. Kim kech payt o'qisa, ertamangacha o'lib qolsa, jannatga kiradi. Zikr qilingda, agar qo'rqib o'lib qolsam, men to'g'ri jannatga kiraman. U jannat u asosiy nimam deb, mana o'zingiz vos-vos to'g'rilasangiz, kelmay qo'yadi, qaytib kelmaydi keyin. Keyin o'zi qo'rqadi. Tez yaxshi. Shu yaxshi xonim, shuni qiling bo'ldi. Vos-vos shunaqa narsaki, vos-vos. Bir keldini keladi. Ashuni o'ylanib ezilib yuraversangiz, kelaveradi. Lekin kelgandan keyin uni bitta ketirib yuborsangiz vos-vosni, qaytib bu vos-vos sizga kelmaydi o'zi. Siz o'zi ashi vos-vosga, imенно ashi vos-vosga o'zi immunitet bo'ladi sizda.